Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. Yeni bir katımlık uçuk sohbet programımızı görüşünlerden kızgın karşılanımız. Ben Abdullah Yalğun. Kadirli görürmelerimiz, hammalar malum boğandek biz yıllardan beri devam kılıp kelayotgan bu programımızda milletimizge alaqadar boğan, Şarkı Türkistan'a alaqadar boğan xilma-xil mavzularda şu sahanın mutaxassislerini meyli ola cemiyet, teşkilat rahberleri bolsun yoki ilim kişilerimiz, yani alimlerimiz bolsun xilma-xil sahadaki bularni teklif qilib vaqti-vaqtida suhbat qilib kelyapmiz. Bugun şunun cümlesinden tünügün biz e'lonimizni bergandek Şarkı Türkistan davası to'g'ri yo'lda ketyapti mavzuliq suhbat qilganligimizni e'lon qilgandik. Şu temada to'xtalaylik deb o'ltiribdik. Oldi bilan programmamizning aziz mehmoni Uyg'ur tadqiqot markazi raisi hurmatli Abdulhakim Idris efendimni qimmatli vaqtini chiqarib kelganligi uchun ko'p rahmat aytamiz. Yana bir qatim istiqlol studiyasida bo'lganligimdan aytib mamnunman. Menga bu fursatni berganligingiz uchun sizga rahmatimni aytaman. Allah razı olsun. Qadrli ko'ruvchilarimiz, programmamiz YouTube va Facebook kanallarimiz orqali tarqatilyapti. Ekran oldida chiqib turayotgan nomerimiz orqali programmamizga aloqador har qanday fikr, taklif berishingizni shunaqla ijtimoiy uchur vositalaridagi aloqa vositalarimiz orqali ta'qib qilishingizni shunaqla ko'plagan qarindoshlarimizdan foydalanish uchun ham bahrlab qo'yishni ham unutmaysizlar. Undan olsa kirib kelsak programmamizga, albatta bundan burun hurmatli Abdulhakim Idris efendim bilan istiqlolda bir qancha qatim suhbat qilgan bo'ldik. Ilgari hammalarga tanish bo'lgandek Dünya Uyg'ur qurultayiniki taftish hay'atininki raisi edi. Hozir Uyg'ur tadqiqot markazininki rais bo'lib bu xizmatni qurultaydan keyingi bu xizmatingiz davom qilyapti. Albatta bugungi albatta nurg'un savollarim bor. Bunun kirishdan burun biz Uyg'ur tadqiqot markazi haqida biroq tafsiliy to'xtalmadik. Bu markazninki haqida qisqa bir şekilde bir ma'lumot anlab olgandan keyin kirib ketsak. Bilinganidek biz Şarkı Türkistan davasida hozir men shaxsan o'zim 30 yildan beri bu sohada xizmat qilib ketibman. Biz tashkilotchilikda tashkilotlarimizni qurdik, tashkilotlarimizni tunutdik va nurg'un davlat xalqaro sahnalarda Uyg'urlar haqida, Şarkı Türkistan masalasi haqida faoliyatlarda bo'ldik va 2020-yilning oxirida shu bir narsaga to'g'ri keldim. Ya'ni Uyg'urlar haqida ingliz tilida yozilgan kitoblarning yaxshi kitoblarni tanlab chiqqan vaqtimda bir 10-15 ga yaqin kitoblar bo'ldi. Bu kitoblarningki yozuvchilari qo'llangan manbalarningki 90% Xitoy manbalari ekan. Ya'ni Uyg'urlarningki nuqtai nazardan bir manba nayt asken. Şu vaqtida dedikki, undaq bo'lsa biz tarafsiz emas. Men şahsen ben tarafsiz emas. Mening tarafim bor. Men Şarkı Türkistan mustaqillik hareketininki bir a'zosi, onun bir jangchisi. Mening tarafim şu. Bu nuqtai nazardan bizningki fikrimizni ingliz tilida Uyg'urlarningki ko'z qarashlarini, Uyg'urlarningki baştan ötküzgen tecrübe savaqlarini, Uyg'urlarning istaklarini, Uyg'urlarning arzularini, Uyg'urlarning insancı yaşaş için birden bir mustaqil bo'lishdan boshqa çarenin yo'qligini bunu öz dilimiz bilan ve tilimiz bilan yezip İngilizce çıkarışını zörür gördüm. Şu vaqtida biz bu bir qancha ziyali, ilimperver bu meseleler yetişken septaş qarindoshlarimiz bilan birleşip Washington'da Center for Uyghur Studies, yani Uyghur Tadqiqot Merkezi'ni kurup çıktık. Bu haqda bizden tadqiqotlarimiz devam kılıvatıdı. Biz köpünce şu garip devletlerindeki tadqiqotchilar için, karar çıkarıcılar için bu meselelerge mesela Uygurlar hakkında, Uygurlarning takdiri hakkında bir karar bilip kalgan vaqtida Uygurlar bunu nim deydi dese, qo'lga olg'uchilik bir ma'lumotni ingliz tilida chiqib hazırlaş. Bu bizdeki asası misyonumuz, asası vazifemiz. Bunun için bir her yerde Uygurlardan yetişken ziyaliler, akademisyenler ve dini, ilmi, her sahadaki siyasetçilerden terkip tapkan birimiz var, bir heyetimiz var. İnşallah yakında bununki nemeleri Xudayimiz çıkıp hep karayım. Ve ben bununki elbette hem biraz özümü kızıqıdığan bir tema, fikir temanımızı, ben biraz erkin fikir kıldığan, devamlı hakkını deydiğan, bir tatınıp kalmaydıgan bir mecazım var. Şunun için özüm gibi naydı maskeldeyken bu fikri cihetteki bu meydanda mı tolduraylı
degan shaklda qilyapmiz. Biz albatta fikriy jihatda institutlarimiz bor, tadqiqot markazlarimiz bor. Ularni qiladi. Ular qo'shimcha holda bir xizmat qiladigan bir qurilish. İnşallah muvaffaq bo'lamiz deb ishonaman. Ko'pdan ko'p rahmat haqiqatan muvaffaqiyat tilaymiz. Bo'libmi Amerikadek bütün Amerika'nın siyasetiga ta'sir ko'rsatgan barliq siyosatchilarga yo'l ko'rsatuvchi bo'lgan dunyoda balkim hammadan ko'p bo'lishi mumkin Amerikada bu tadqiqot markazlari, hatto maxsus ko'chalarniki ismlarimi maxsus shu shaklda atalgan deb angladik hamda. Albatta bu yerda qilingan shuning natijasi bo'lgan o'z vaqtida biz Qizil qiyomat kitobini boshda inglizcha chiqardingiz, keyin turkcha qilindi. Bu munosabat bilan men yangidan chiqqan kitobni xalqimizga bir tunishtirib o'tay. Biz o'z vaqtida Qizil qiyomatning boshqa bir qattiq tashliq nusxasini mishada suhbat qildik bu kitobningki ahamiyati haqida. Hozir yangidan shu Robat kitob nashriyat tarafidan Robat nashriyati yangidan boshqa yangi ichiga ba'zi mazmunlar ilova qilingan shaklda bu shaklda e'lon qilindi. Bunun hamda Türkiye'deki hazır barliq kitapxonlarda, internet tor kitap setish o'rinlarida hammasida nəhayət asan tapa olasizlar. Müşahide yaşayotgan xalqimizniki buni elib ham o'zi o'qishi, ham shunaqla o'zining tunuydigan türk müşahideki yerlik qarindoshlarga so'q qilish, ularga berish orqali vatanimizda bo'layotgan bu ishlarni tunishtirishimizga nəhayət ilmiy shaklda faydası var deb qaraymiz. Bu ham bu munosabat bilan tilg'anib kelsin. Xo'sh, unda bo'lsa oldi bilan biz albatta bugungi mavzuimiz nəhayət cho'ng, ya'ni Sharq Turkiston da'vosi to'g'ri yo'lda ketyapti. Buningmi rahat kirimiz, keng paranglashimiz inshaalloh. Vatandan boshlasak, Xi Jinping bu jallat kelgandan keyin vatanimizda jiddiy bir o'zgarmagan bu xalqni, assimilyatsiya qilib yo'qotmagan bu xalqni yo'qotish uchun Tibetdan Xinjiangga akilib bu yerda bugun butun dunyo bildigan lager siyosatini milyonlagan xalqimizni bu dahshatlik nim bilan degan har qanday chet ellikdan tortib xalqimizga albatta buni bevosita yoshi deb bildik. Tunib ketgan bu jinoyatlar elib berildi Xinjiang tarafidan. Hamda buni oxirgi mezgilda besimning qattiq kuchaygandan keyin balki Xi Jinping jinoyatni Xinjiangga ortish uchun bo'lishi mumkin. Bu yerdan qanday qilsam qutulmaydigan o'ylagan bo'lishi mumkin. Xilma-xil analizlar bo'lyapti buning ustida. Mashhuriyni almashtirdi ham vatanga. Bu kelgandan keyin buning siyosatlarda hech qanday burunqisidan farqli bir o'zgarish bo'lmaydiganligi haqida, hatta buningdagi davomli holatda bu bostirish siyosatining davom qildiganligi haqida analizlar bo'lyapti. Siz ham Uyg'ur tadqiqot markazininki bu yerda mush ishlar albatta yaqin ko'ngil bo'lib bu xizmatlarni qilyapsizlar. Bu Xitoyni almashtirishga qanday qaraysiz siz? Bilinganidek siyaset hem partiyanın siyaseti hem ideologiyaninki siyaseti ve bu siyasetni icra qiluvchi rahbarning kimligi. Bu amillar pek mühim. Çünkü Komünist Partisi Şarkı Türkistan'da 1949 yılı besib algandan ta bugünkü kadar Şarkı Türkistan halkını yok edip bu zamanni Xitoyning bir parçası qilish uchun qo'lidan kelgan her türlü baloyapatlarni qilib keldi. Biz medyat inqilobini davatimiz, echilib sayrilishni davatimiz ama Uyg'urlar unutib qolgan, demayotgan ve en çok ziyan bergan bir mesele var, atom sınakları. Şarkı Türkistan'da elip berilgan atom sınaklarında ölgen insanlar Hiroşima, Nagasaki'deki ölgen insanlardan köp ve bu dünyadaki en çok köp atomninki zihnin tatkan halk Uygurlar. 1 milyonga yakın insan bu atom sınaklarınınki direkt yaki vasılık yaki vasıs aldı bunun kurbanları boğan ve bu işini devam kılıp kelgen. Hem de Xi Jinping'e kelsek, Xi Jinping'ninki dadisi Xi Jinping 56'dan 62'ye kadar bizimki bu rayonga mesul boğan. Xitay bunu mesul kılgan. Mesul kılgan vaxtıda bu garip matbuatlarınınki ma'lumotiga asoslanganda bular model diplomat magazininki chiqargan xabarga qaraganda 90 ming dona musulmonni o'ldirgan deydi. Ya'ni bu g'aribliklarning deganiga qaraganda. Demak bu Xi Jinping bir qotil oilada cho'ng bo'lgan.
Müslümanını öldürgen bir aile çoğun boğan. Bunun da ise belki körünüşte, naiti, başka milletlerini hissedar körüngende kıgan bilen ama en kattık ziyan bergen bir aile. Bunun çoğun boğan. Bu 2012 ve 2013'te bu hakimiyetin kulağı ağandan başlap bu Şarkı Türkistan'daki irqi qirg'inchilikni planlagan ve bu plan elbette bir qancha bosqichdan tarkib topadi. Başta insanlarni, Uyg'urlarni nima deymiz, o'g'ri, qaroqchi, normal inson emas, madaniyatsiz, Uyg'urlar kelgan vaqtida Xitoylar qochadigan, terrorist, radikal degan bu nima bilan Uyg'urlarning hammasiga tamoqlarni urishga boshlagan bir davrni yaşadık. Ve keyin bu jangu kelgan vaqtida rasmiy uchiq qashqari jallodlik bilan milyonlagan insanı lagerlarga sulagan bolsa, milyonlagan insanlarımızı Xitoyning ichki o'lkalarga yo'tkazgan bolsa, ama biz gipini qilmayotgan, diraksiz yo'qolib ketgan 100 minglarcha inson bor. Xo'sh. Biz bunun hammamiz lager deyapmiz, ama ma yo'qolib ketgan insonlarning gaplarini qilolmayapmiz. Bu Xitoy hokimiyati Uyg'urlarningki ham puliga, iqtisodiga, pul topalaydiganға, 5 adamni bir yerga akalalaydigan jamoat arboblarga, ziyolilarga, diniy arboblarga, hamma taraflarga hujumni qattiq qilib bu ishni boshladi. Chunki albatta bir yer qadar apadi. G'arbninki bo'libmi Amerikaning G'arbning uning ustidan jazo e'lon qilishlari, bu bizning vatandagi irqiy qirg'inchilik va majburiy emgak bu nimalarni ochdi. Ve Xitoy Xi Jinping bunu yo'tkab, endi Washingtonga keldi. Menimcha, mening shaxsiy ko'z qarashimcha bu, ya'ni Xi Jinpingning Uyg'urlarni, Sharqi Turkistonliklarni tamamen yo'qotib, bu zaminni mangu abadiy Xitoyning zamini qilish uchun yangi bir bosqich siyosat deb qarayman. Biz Washingtonning kelgan yeriga qarasak, Guangdong o'lkasida 126 milyondek Xitoy nüfusu bor ve 1.6 trilyon dolarlık bir iktisadi var bir rayon. Ve bütün dünyadaki meyli garip degenimizde Amerika'dan tutan Avrupa'gacha bir yerdeki çoğun şirketlerinin ki zavutları, tarmakları ba ülke. Yani bu şu ülkenin reisi boğan. Bu şu çoğun şirketlerinin menajerleri bilen oltağan ve üzümü menajerlik, idarecilik nemesi tecrübesi boğan birisi ve bu arkalık Şarkı Türkistan'a köpligen Xitoy köçmenlerini yo'tkab kelib, Şarkı Türkistan'ın körünüşünü, Şarkı Türkistan'ın iktisadını, hemmini tamamen Xitoylaştırışınki bir nimesi bir sürücü deb ben qarayman. Ve bilginizde yakından biri bu məxluq yapağın teşvikatları da Bingtüvenni Janubga tokuşlandırmamız devadı. Yani Janub degeni bugünkü bizden bu Qashqa, şuna koy, Yakan, Qarg'iliq, Xotan bu taraflarda. Sadece bir adet Bingtüvenlar var. Bingtüven degenimiz Şarkı Türkistan'ın 80-85% iktisadını şular başqurdu. Molusuluk yerler şularda, sular şularda, toklar şularda, koşular şularda. Ve bunu Janub qıtıq yo'tkaymiz degan gap, qap qolgan 15-20% iqtisodni tamamen qo'lga elish. Qo'lga olganda nima bo'ladi desak, bu vaqtda Uyg'urlarga hech qanday narsaga ehtiyoj qolmaydi. Bu vaqtda Uyg'urlarni qul emgak qilib, qap qolganlarini ishlatish texmi bularga oson to'xtaydi. Ya'ni bizning Sharqi Turkistonni assimilyatsiya qilishdiki, buning planlari bu hamda. Buningga yeni bir yo'tkashlik, yeni bir sabablaridan biri albatta bu G'arb davlatlarininki bu Bingtüven ve Xitoyninki atalmış Şinjan Uyghur Abdum Rayonininki emeldarları ve siyasi ve ticari şirketleriga elip bağlan cezaları neticesi de iktisatta biraz eğirlaş nemesi var. Yani kendi geniş nemesi var. Bu Washington'a ekiliş arkalık onu mu bir onşaş. Bulup mazır mene bununki önem vergen Bingtüven'de Janub Yo'tkashdan başka yeni bir siyaseti Qashqarda kurulgan iktisadi alahide rayonunu terakki kıldırış. Yani bu rayonunu ne deyimiz şu Şanghay'daki ya ki Guangzhou'daki aşındak bir rayonu aylandırış. Bütün Xitoyninki canım bu Orta Doğu olsun, Pakistan, Afganistan, Hindistan bu taraflarga olsun, hatta dünyaga Pakistan arkalık çıkış kılıp Qashqarni şu bir ticari merkezge aylandırış ve bir yerde bajni almaslık
ve bir götürüp gelgen Xitay biznesmen ticaretçileriga alohida imtiyozlarni tunush, ularninki bexatarligini saqlash ve ularga hozir meni bilganingizdek Qashqardagi binalar, shaharlar kasimi xuddi Xitoyninki bir kulining bir yeri kelgandek bir nimani yasab hozirlayotdi. Menimcha bu yangi kelgan bu jallat naytalik yumshoqlik bilan texmo xatarli ishlarni qiladi deb qarayman. Xo'sh. Ko'p rahmat. İnşallah bu niyatlarga yetmay turib, inşallah mustaqilligimizni olamiz. Shuning uchun albatta harakat qilyapmiz. Xo'sh, endi yana bir kun tartibdagi masalaga kelsak ham, bu irqiy qirg'inchilik olimpiki, Beijing qishliq olimpiki masalasiga nurg'un bütün xalqaroliq bir qarshi chiqish to'lqinining ichida buni boshda echilmasin, bu yerda o'tkazilmasin dedi. Keyin butunlay boyqut qilinsin, qatnashmasin, tantarbiyachilarmi, davlat raislarimi degandek. Bu to'lqinning ichida oxiri 4-fevral kuni echilgan bo'ldi. Va nurg'un Amerika boshliq ba'zi davlatlar diplomatik boyqut qilgan bo'ldi. Bu shunda bir Uyg'urlarni jiddiy bir shaklda dünyada insoniyatga qarshi jinoyat, irqiy qirg'inchilik yurgizayotgan bir davlat Uyg'ur xalqini bunday qilib turib, bu yerda Xitoy yana bir o'yin o'ynab, Uyg'urdan bir qiz bola Dilnigar Ilhamjon va 5-fevral G'ulji qatliamininki jinoyatchilardan, Xitoyning xalqchilaridan bir bo'lgan Xi Jinpingdan bevosita birinchi darajalik orden olgan bu Mehmet Ömer degan chakirini ikkisini mash'al ko'targizgili silib, xuddi bu yerda xalqaroga bu cho'ng bir faoliyat orqali o'zining Uyg'urlarga hech qanday zulm qilmaganligini bir shaklda tunishtirmoqchi bo'ldi Xitoy bir hiylagarlik bilan hamda. Bu albatta nurg'un nufuzli axborotlar kishilar tarafidan nihoyatda qattiq ayblandi, bu nomussizlik bu deb hamda. Bu masalaga qanday qaraysiz? Siz o'zingiz yakun chiqarganingizga o'xshash albatta Xitoy bu qishliq olimpik masalasi orqali, bu o'yin orqali o'zininki imijini, o'zining suratini, o'zining obrazini, bütün obrazini bütün dunyoga tunishtirmoqchi bo'ldi. Ya'ni Beijingninki qanday bir pokiza shahar, qanday qiligi muhitni asraydigan, yangi texnologiyalik o'zini o'zi boshqaradigan mashinalar, saymonlar demdik, bütün bu narsalarni ishlatib taraqqiy qilgan bir Xitoyni dunyoga taqdim qilishga tirishdi. Buni nurg'unlagan pul xarjladi. Bilganingizdek Xi Jinping 2008-yili o'tkazilgan yozliq olimpikning bu mas'uli o'zidi. Bu daqiq olimpik Xi Jinping uchun naydi, yani deyimiz shaxsiy personal bir masaladir. Shuning uchun buni bek kuchidi. Ammo deganin bo'g'inidek u to'liq o maqsadiga yetemedi. Bo'libmi bu ikki Uyg'urni o yerda kötəgüzüş arqalıq, məşəl kötəgüzüş arqalıq 1936-cı ildə Nazi Germaniyanın Yahudilərini məşəl kötəgüzüb, bunun şu vaxtlarda Yahudilərini tutuşqa başlayan və ki 6 milyon yaxın Yahudi Roma sinflərini öldürüb atqan bu nəslini xatırlatdı. Bulubmu bu qərib medialarda bu naitiyələqindəyimiz Xitayның ziyniği mağdı. Medialar bu Xitay bunu bu şunda işlətib atıdı da, hətta keyin bu Dilnigar tuyuqsuz yo'qolib ketgan, sahnadan qayib bo'lgan. Ya'ni demak Xitoy bundan maqsadiga yetmedi. Olimpik nimasida maqsadiga yetmasligininki sabablari albatta Uyg'ur tashkilotlari, Uyg'ur jamoati, Uyg'urlar bizning ustimizga tushganini qildik, qo'limizdan kelishicha va nurg'unlagan g'arb davlatlariga ta'sirimizni yetkazdik. Ba'zi davlatlar buni diplomatik boykot e'lon qilib bo'lmadi, ba'zilar e'lon qilmagan bo'lsa-mu, qatnashmadi va chet elliklarninki rahbarining az qatnashgan bir olimpik pop hisoblanadi bu da. Bu ko'rilish nimasimi? Nayt tuvan bo'ldi. Chunki bu tashviqotlar Uyg'urlarni qo'l qilayotgan, Uyg'urlarni o'ltirayotgan, Hong Kongliklarni etayotgan, Tibetliklarni usulayotgan va Tayvanliklarni qo'rqitayotgan va bu dunyoga o'zininki neyimiz haqavurligini, nimasini jakalayotgan bu Xitoyninki bu nimasini u maqsadiga yetami deb qarayman. Nurg'un axborotlardan chiqdi, olimpikqa mablag' solgan nurg'un shirkatlar kuniga millionlarcha dollar ziyon tortdi deb. U mu bo'ldi? Undan keyin bu dunyoda bir deymiz kun tartibdaydigan bir narsa bo'ldi. Bayatın İngilizce programda deyilganimizga o'xshash bu Ukraina
krizisi buna ta'sir qildi. Hozirgi har bir insonningki Rossiya qachon Ukrainaga besib kiradi degan bu savol bo'lyapti. Olimpikdan mablag' xabari yo'q. Menimcha Xitoy buningda kutgan maqsadiga yetolmadi. Ammo bu yerda insoniyat cho'ng bir ziyon berdi deb qarayman. Ya'ni bu Uyg'urlar kim? Xo'sh. Uyg'urlar kim deganda Uyg'urlar insoniyatning bir parchasi. Uyg'urlar insoniyatningki madaniyat, sivilizatsiya, hazoratiga o'zining to'pini qo'shgan bir xalq. Uyg'urlarning odimiyligi bor bir xalq. Uyg'urlar Markaziy Osiyoda bir temponi saqlagan bir xalq. Uyg'urlar bo'lmasa, bu yerning temponi buzilib ketib, texmo insoniyatga zarar keladigan, shunday bir isil xalq. Shunday bir xalqni o'ltirayotgan, qirayotgan, onun qizlarga tajovuz qilayotgan, narisida bolalarni yetim qo'yib, ularni qirayotgan shunday bir paytda yanama bu olimpikni insonlar orasida do'stlikni kuchlantiradigan, aloqalashishni kuchlantiradigan shunday bir shuar bor bir olimpikni Xitoyga berib va Xitoyga berib olimpikni qo'yishi menimcha faqat Uyg'urlar uchun emas, insoniyat uchun bir qabohat deb qarayman. Xo'sh. Haqiqatan bu masalada nurg'un analiz qildimi? Olimpik komitetining masalan bu imtihondan o'tamaganligi, bu olimpikning ruhiga xilop bir ish qilganlikqa haqida nurg'unlagan narsalar yozilgan bo'ldi. İnşallah oldimizdagi kunlarda buning nimasini ko'ramiz. Endi mishada dal mishada programmamizniki bugungi bosh temamizdan bir savolni so'rasam. Ahvol bu vatanning ichi bo'lsa u holatda, vatanning sirtidagi butun dunyo degan vatanimizga elib berilayotgan bu irqiy qirg'inchilikqa taraf-tarafdan ovoz chiqarayotgan, har kuni qarasangiz mediadan Uyg'urlarga aloqador bo'layotgan xabarlarni tarjima qilib xalqimizga yetkazishga ulgurmaydigan darajada ko'p hamda deganimda taraf-tarafdan ovoz kelyapti. Shunday bir sharoitda butun dunyodagi tashkilotlarning ahvoli qanday? Uyg'ur davosi to'g'ri yo'lda ketyapti yoki laqvada mengayotamdi? Siz qanaqa qaraysiz bu masalaga? Ben bunga başta özümden qarayman. Çünkü bir Uyg'ur bo'lish sifatim bilan men üstümge tushganni qilayotam deb kutaman. Yoki men qilmay, men tashkilotga qatnashmay, men da'voga ishlamay, men inqilob qilmay, men Uyg'ur uchun kuyinmay, el uchun kuyinmay, Uyg'urning dardini tatmay, men uyda o'ltiray, mening uchun boshqasi vatanimni azod qilib bersin. Mening uchun boshqasi tashkilotni qurib bersin. Mening uchun boshqasi mayolda mangsin desa men xatolashgan bo'laman. Shuning uchun inson boshda sizga ma'qulamni qarang, sen degan vaqtimda men uchun man qarayotdi. Avval o'zimni so'rash kerak. Men buni qanchalik qatnasha oldim deb. Meningcha Uyg'ur davosida mayli Uyg'urlar yalğız şekilde faaliyetlerini yapasın. Teşkilatlar şekilde yapasın. Biz faaliyet kılıvatımız, kılan faaliyetimizden mi? Önümünü kırıvatımız. Bir yerdeki mesele teşkilatlar mı? Köpçülükni kucaklayalışa gerek. Mesela 5 yıl aldıdaki Şarkı Türkistan teşkilatlarının ki ihtiyacı bilen 5 yıl keyinki ihtiyacı okşamaydı. 5 yıl burun halkımızdan, chet eldeki halkımızdan 90-80% vatanga berip kelip turvatkan. Bu yerdeki tuqqanları bilen kurashib turvatkan. Bu siyasi faaliyetlerden çıkınıvatkan bir paytdi. Bu lager meselesi çıkıp chegaralar taqilib kapalgandan keyin bu insonlarni o'tirg'i to'keldi. O vaqtida bularning kimi ihtiyacını qamdaydigan, bularni o'z içinge alalaydigan, yeridalaydigan, ideya beradigan, vazifa beradigan bu şekilde teşkilatlarımızın bo'lishi kerak edi. Endi xalqimizmi? Ne deymiz? Biraz insonninki tariximizni bilishimiz kerak. Davomli falsafachilar deydi, hayvon bilan insonning farqi nima deydi? Kechirasiz bu savolga? İnsanning tarixi bor deydi. Shuning uchun Qur'oni Karimda biz o'qisak, qissada shunaqa payg'ambarlarning burun kelgan kitoblarning hammasi bizga bayon qildi. Bundan ibrat al. Hamma problemninki savollari shu tarixda mavjud. Buni qara deydi. Bizmi Uyg'urlarmi Sharqi Turkiston milliy mustaqillik tariximizni bilishimiz kerak. Muhaciratdagi tariximizni bilishimiz kerak. Bu diasporadagi tariximizni bilish kerak deb qarayman. Hozir tashkilotlar qilgan ishini kuchlantirish kerak deb qarayman. Yetarlikmi, yetarlik emas. Teşkilatlarımı, rehberlerimiz oturup, bunun için oylab, işlerini, kısqı yollarını tepip, mühim işlerini kılıp, hepeleşmeydiğen işlerine güç serip kılmazdan, bazı neslerini ötküzü bassak, sınır bassak, bulay yolda hep qarayman.
Ve Şarkı Türkistan meselesi de uzundan beri davatımız Pürsat geldi. Pürsat neme Pürsat dese üzümüz iş kılışımız gerek. Üzümüz yıkılışımız gerek. Üzümüz meseleye iyi çıkışımız gerek. Biz şefaatini Allah'tan kütüp başka devletlerimiz üzümün menfaat için işleydi. Bu bir hakikat hem yerde şu. Bundan bu vaxtada. Ama biz Şarkı Türkistanlıklar özümüzden menfaatimiz için işleyişimiz gerek. Bizdeki milli menfaatimiz biz esildiğin ağamcı buluş gerek. Onun etrafı o taraftan kelsin, soldan ondan kelsin, o fark kılmaydı. Şu milli menfaatini müstahkem tutup, o neden bir yekelelesek mağaylık. Yeni bir onu bir yekelsin mağsun ama birbirimizden hepeleşmezsin. Biz nişanımızda Xitay komünist hakimiyeti tutuşumuz gerek. Ben bayatın siz soğanınız okşaş, birinci sualda hep gittim. Xitay'nın niyetine dedim. Bu Xi Jinping'ninki bu memleketni şunda qilmoq shunda qo'y. Xinjiang o'ziga tushganini qildi, boshqani qilyapti. Bu cho'qim shunda biladi degan gap emas. O uning plani, uning yaman plani. Bizga tushgan, Uyg'urlarga tushgan masala uni qanday taqobil turimiz. O masalani analiz qilib turib, uni qanday tadbirlarimizni olamiz. O bizning vazifamiz. Xudoyim bizga aqlni bergan. Siyosat degan mumkin bo'lmagan narsalarni mumkin qiladigan narsa. Buni o'ylash kerak. Kunab qolgan o'xshash ishni har kuni takrorlayverishning hojati yo'q. Ammo ba'zi ishlarni takrorlash kerak. Unda deganlik emas. Ya'ni Uyg'urlar hozirga qadar ben şunda deb qarayman, qilib kelgan faoliyatlarimiz shaxsiy bo'lsin, tashkiliy bo'lsin, o'ngchi, solchi, hammasi muhim deb qarayman. Chunki biz cho'ng bir da'voning egasi. Sharqi Turkiston masalasi bizning tashkilotlarimizdan cho'ng masala. Sharqi Turkiston masalasi Sharqi Turkistonliklardan cho'ng masala bo'lyapti. Sharqi Turkiston masalasi xili davlatlardan cho'ng bo'lib, Sharqi Turkiston uchun gap qilinmayotgan bir masala bo'lyapti. Bundoqkan bu biz buni sal qaraydigan bir masala emas. Ammo bu komünist Xitay hakimiyeti bu düşmanlıkını bizga emas, bütün insaniyetga qaratdi. Bu bizniki qo'limizdagi bir fursat bu. Buni bu dunyodagi insoniyatga bildira olsak, u vaqtida buningki alaqini deymiz, to'xtata oladigan va bizningki istiqloliyatimizni qaytarib ola oladigan bir fursatning keldiganligi ishini. Ya'ni bu o'zimizga bog'liq deb qarayman. Har bir odamning o'ziga bog'liq. Köp rahmet. Endi ahirgi Türkiye bu qatim şu Türkiye ziyoratingizda şu 2 kunlik Uyg'ur yoshlarını terbiyeleş faaliyetlerini başladığında 29-30 değil mi? Hoş. Birinci ayının 29-30 günü. Uyg'ur Hareket Teşkilatı bilen teşkilatın İstanbul'da yapar. Bu faaliyetni hakkında biraz malumat bergen misiniz? Bilginimizdek Uyghur Hareketi Teşkilatı 2017 yılı September'de kurulgan. 2017 yılı September'de bu lager meselesi 2014'te başlangan bolsa, qaran qancha yil bo'lgan. O vaqtlarda mevcut teşkilatlarımızdan aramızda nurgun problemler bo'lgan. Rehberlik problemleri. Bu vatandagi lager meselesi to'g'riliq emas, o'zaro talash-tortishlar bo'lib ketgan vaqtida biz bu Uyghur Hareketi Teşkilatı'nı özel diyeyim, komando bir teşkilat şekilde bunu kurup çıktık. Kurulgan günüdün bugünkü kadar bu teşkilat özüge azat toplaş, taraftar toplaş, onda bir misyonu yok. Bu teşkilat lobicilik kılış, işiklerini eciş, alakalarını ornutuş ve mevcut bütün Şarkı Türkistan teşkilatları bilen birge işleş ve onlara imkan sağlaş. Bunu bu özününki misyonu kıp gelgen bir teşkilat. Bilginizde Amerika'da olsun, başka yerlerde olsun, bütün biz bağa yerlerimizde yerlik teşkilatlar bilen davamlılık birge işleyimiz, bilgi manımız, ularınki imkaniyetlerini uları birimiz, biz tunuşkan, biz bilgen, biz açkan, iş alakalar biz bilen kalmaydı, bütün Şarkı Türkistanlıkla tabi, onu şu teşkilatları verip, tekemi işini güçlendiriş için hep gidip bağlan bir teşkilat. Bu teşkilatınki en önemli bir biradigan iki noktası var. Biri yaşlar, biri ayallar. Bilginizde Şarkı Türkistan'ın nüfusunun 20 ayallar. Bir ayal kişi degen bir ana degen bir mektep. O ana bilimlik bolsa, nurgulluğan bilimlik insanlarını yetiştirip çıkardı. Şunun için onunla bir önem verip, onu terbiyelep, onunla yol gösterip bu işlerini hep beri vatıdı. Ve yakından biri bunun tesirimi, hele bol diye Şarkı Türkistan davası da hazır. Ayal karındaşlarımızınki xeyler oldu çoğun buluvatıdı. Yeni birisi yaşlı. Bu yaşlı hem de biz hemimiz yaşlı deyimiz ama yaşlığa önemli bir iş gerek. Çünkü bu bir kanuniyet. Hemimiz Allah ömrümüzde uzun kılsın kedediğen gap. Bu yaşlı ama alakalı kege yerden başlaşı gerek. Yaşlığa kançı yaşlarını terbiyeleyelsek, bu ötken üzümüz asıl kılgan tecrübe savaklarını birelesek, onları kadirleyelsek, onları yol gösterilsek, onları hürmet kılalısek, onları izzetini birelesek, onları süyelesek, onlar kelgüsüdeki cemaatini şundak
rehberlik kılıdı. Şu cemaat şunda algımadı. Bazıları bu şu kurslar birilevatıdı. Bu kurslardan terbiyelep çıkanlar bir siyasi faaliyet bu kığın yok diyen sorular mı var? O şart emez. Ular terbiyelep çıksa, ticarette olsa ticarette galibilik olsun. İçtimai, sosyal, içtimai meselelerde olsa onun da olsun. Yani bu yaşlarının süpti, seviyesi yükselse bizning milletimizning, umumiy milletimizning sapası süpti yükseladi. Bular bunu yüksek seviyeye hep baralaydı. Şunun için bu yaşlarga berilgen ihtimamına ait yok. Bütün teşkilatlarımız biri vatıdı. Her teşkilatlarının yaşlar uçuruşları var. Yaşlarga kurslar birli vatıdı. Bu ne tek yetmeydi bizge. Bizning kelgüsüdeki Şarkı Türkistan teşkilatlarının rehberleri her sahada mütehassıs boğan insanlar buluş gerek. Aslında bu teşkilatçılık degen bir kesip. Bunun üniversitesi var, doktorluğu var, psikologiyası var. Bunlarını okup çıkan insanlar başkuraliş gerek ki biz bu seviyemizde ma dünyada yukarı tutaylı, aklımızı işleteyli ve Xitayga karşı kolumuzda birden bir kalan aklımız bu aklımızı yaxşı paydalanaylı degen şekilde bu faaliyetlerine elip badık. Bunun kimi inşallah barımız ve başka teşkilatlarımız bu inşallah bu işlerini yaxşı kılıvatıdı. Hoş. Hoş, endi bu 2 günlük faaliyet tügendeki yıllar siz şu vaxtlarda haberlerden berildi. Amerikanın Türkiye'ye yeniden tayinlangan baş elçisi Jeff Flake bilan ayağına soruşana basqanı var. Siz görüşdüңler. Elbette bu yerdeki yapılan hammasini axbarat digil va digil olmaydiğini var. Siz özünüz xalagan şekilde nemeler müzakere qilindi. Bu vaqtda ma'lumot berishni xohlasangiz. Elbette bu elçi öz vaxtida Amerika'daki senatörü boğan. Biz şu vaxtadan tatip tunuyduğun birisi. Bu özünki diniga dindar birisi. İnsanperver birisi. Ve bununki bu elçininki bu Türkiye'ye tayinlanganligidan biz şahsen hoş. Belki bu Türkiye-Amerika münasebetlerinin yaxşılaştırma icabi bir rol oynaydığı işinimiz. Bilinginidek hazır Şarkı Türkistan meselesini köp kollap kelgen devletlerden birisi Amerika. Amerika Kongresi'nin kararlar çıktı. Amerika meyle Cumhuriyet hükümeti olsun, meyle Demokratik Parti hükümeti olsun, işkili hükümetleri beden Uygur ırkı kırgınçılığı itiraf kılındı. Bugün Amerika'nınki Birleşmiş Milletler Teşkilatı'ndaki elçileri olsun, ya ki dünyanın her qaysı yerlerindeki elçiler olsun, bu Uygurları yürgüzülatkan soykırım, ırkı kırgınçılığı hakkında bir neslenin davatıdır. Çokum bu elçininki, bu Türkiye'deki elçininki bizden uçuruşumuzdan sevilen birisi ve bizim bu yaklaşımız sevilen. Yakında vatenden sırtığa çıkıp yaşayan Uygur köçmenlerinin en köp çoğulaşkan yeri Türkiye, yani İstanbul. Bu Amerika'nı mı alakadar edilen bir mesele, Türkiye'ni mi alakadar edilen bir mesele. Bu mesele doğruluk Uygurlar bilen uçuruşup, Uygurlarını körep, kanda halk, kanda köylüdü, kanda mağludu bilgini bence yaxşı dep qarayman. Köpten köp rahmet. Hem kızıqarlıq söyleşi mümkün yani bir sualım var. Hem de meyde Uygur Hareket Teşkilatı olsun veya ki Uygur Tədqiqat Merkezi olsun. Gelirse Amerika'daki bir teşkilat hem de. Şu yakınki yıllarda Türkiye köp yıldan bu kaldığında yani bu teşkilatınki yani garipteki bir teşkilatın Türkiye'ye bunca olarak köp hareket kılışı neymiş için bir yerdeki nurgun teşkilatlar iş kılamayatı def kararlıktan falan ya ki bu hakta kana karayız. Ya Allah'a şükür Türkiye'deki teşkilatlarımız, cemaatlerimiz, aktivistlerimiz meyli teşkili cihette, meyli kişisel cihette faaliyetlerini kılıvatıdır. Biz bunun olduğuna ait memnun, ait fəxirliyimiz ve bütün Şarkı Türkistanlık teşkilatını üzümüzden teşkilat edip bilimiz. Bu bizden kalbimizde sığızlıq. Şunun için biz hiç yere basak yatsırap kalmayız. Her bir teşkilat Şarkı Türkistan bayrağını kötegen, Şarkı Türkistan halkının müstakillik için hareket kılgan, söz kılgan her bir kardeş bizden kardeşimiz de bilgenligimiz için biz onu kollaşqa mecbur ve bula bilen hizmet kılışqa mecbur. Bu bizden ait bunun kursam boğan bir iş. Türkiye'deki teşkilatlarımızı küçükkenle kılıvatıdır. Hem de demiş için Türkiye'ye cah gelisle. Elbette faaliyet kılış için, iş kılış için halk bilen birlikte buluş gerek. Biz dünyanın her bir caylarına bağa vaktimizde Şarkı Türkistan halkının derdini, dermanını, arzularını, isteklerini, hazır kahvalını anlatıvatımız.
Davamlıq bu İstanbul'a kelgan vaqtimizda biz yoshlar bilan uchrashimiz, yashinib qolganlar bilan uchrashimiz, qiyinchiligi borlar bilan uchrashimiz, vatanda bolasi qolganlar bilan uchrashimiz, ota-onasi qolganlar bilan uchrashimiz, ko'z yoshlarni qilishimiz. Bu bizga bir xalqimizning ichidan bizga bir energiya beradi. Biz bundan bir kuch-quvvat olamiz va buning bilan berib biz boshqa yerda faoliyatimizni qila olamiz. Ya'ni bu inqilob sarxil va xalq birga qildigan inqilob. Birisi-birisiga qilib beradigan yoki tashlab qo'ydigan inqilob emas. Mening shaxsiy ko'z qarashim shu. Shuning uchun biz bu Turkiyada jiq kelishimizning sababi bu bir. Yana biri Türkiye bilan g'arb davlatlarida yashayotgan Uyg'ur yoshlarının arasında, yosh neslning arasında bir qo'piqlik bor. Biz bunu bir yaqinlashtirishga tirishyapmiz. Bu bizning dushmanimiz Xitoy hokimiyati eng usti bo'lgan bir kasb bor, u insonlarni ayirib o'tish, bir-biriga dushman qilish, bir-birining inovatini to'kib o'tish, bir-birini odamiylikdan yo'qotish, tuvan ko'rsatish, bunaqa bak mahir, makkar. Shundaqken hozir bu g'arb davlatlarida bizning Uyg'urlarninki nurg'un qiyinchiliklarga duch kelyapmiz. Farzandlarimizninki to'y qilish bu masalalar bizni o'ylantiryapti. Bu bir eg'ir masala bo'lyapti. Bu Türkiye'de bizning ko'p yoshlarimiz bor, qizlarimiz bor, oilalarimiz bor. Bularning arasındaki munosabatlarga bir ko'rikchi bo'lish, hech bo'lmasa ko'rganimizni iyaga gidish, iyadan buyoqqa nima qilish. Buni ishlayapmiz va Türkiye'deki yaşlar bilen, çoğunlar bilen, ülemalar bilen, rehberlerimiz bilen bu sohbetleşip, paranlaşıp, turist davamlılık payda. Biz zaten Uygur halkını suyumuz. Uygur kim? Halk kim? Degen sual geldi. Halk şu müşahedeki halk şu. Şu halkının Uygur milletini yaxşısı bilen, eskisi bilen, yamını bilen, artıqçılık bilen hemmisi bir bütün. Bunu suyaş gerek. Bunu kadirleş gerek. Bunun bir parçası buluş gerek. Bunun bir aralashib, bunun bir parçası bo'lgandan keyin buningki gapini jaqroq qila olamiz va shu vajidan jaqroqma kelyapmiz. Ham o'zimizni davomli kelgimiz kelib turdi. Bir energiya oldigan markazdan yani xalqchi qilgan keyin vatanga baramlayotgandan keyin ham lazım. Nima bo'lmasa ham bu yerdagi yerlik xalqlar, Uyg'urlar eng balkim musafirlik his qilmaydigan davlatlarning birisi albatta bu yerdagi qarindoshlarimiz bo'lsin. Ham xalqimizning ko'p bo'lishi, har sohada xizmat qilayotgan kishilarimizning ko'p bo'lishi biroz musafirlik tarafini biroz yengiltasi kerak hamda deganingizdek bu masala muhim haqiqatan. Xo'sh, endi bu savolni keyinroq so'ray, biroz keyin qoldirib qo'yay. Siz suhbatlaringizda shu g'arb dunyosining taqdiri Turkiyada hal bo'ldi deydigan gapni bir qancha qatim anglab qoldim sizniki. Buni nimaga asosan shunday deysiz? Men bu şu kitabımni, Qizil Qiyomat kitabımni yozish jarayonida va buning oldida bir qancha yillik bir bu Xitoyning Uyg'urlarni yo'qotib kelishda ishlatgan shuarlarini bir tadqiq qilib, shu shuarlar haqida biroz tadqiqot olib borgan edim. Ve bu şuarlarını tədqiq qilish jarayonida ikki xil şuar üzlüksiz meyli gomundan bo'lsin, meyli Şengsay bo'lsin, meyli Gongsandan bo'lsin, takrorlanib kelgan ikki xil şuar o'zgarmagan. Ve bu yaqinqi 3 xil deganimizmi shundan chiqqan savollardan birisi. Bu qaysi desangiz pan-türkizm, pan-islamizm. Bu savolni men nima uchun shunday deydi? Xitoy bu ikki nuqtadan nima uchun qo'rqidi? Deb buni men bu savolni o'zimga sordum. So'ragan vaqtimda men pan-türkizm degan vaqtimizda biz Türkiye millatlar ta bizningki Sharqiy Turkistondan Adriyatikgacha davom qilgan bir jo'grafiyada yashaydigan 200 necha millionlik bir nüfusga ega har sohada ta'siri bo'lgan bir xalq. Bizni bu pan-türkizmga qarshi turish orqali bu xalqdan ayirib bir bucakka qisishgan. Pan-islamizm degan vaqtida dunyoda 2 milyarga yaqin musulmon bor. Bu musulmonlarning o'zgarishlik kuchi bor. Bu musulmonlar o'tganki va bu yaqinqi asrda davlatsiz musulmon ummati ikki imperiya bilan so'qisha olgan bir xalq. Bu xalqdan ayirib bizni ham musulmondan
hem Türkiye dünyadan ayırıp Uygurlarni bunu yo'qotish bir nimasi bor ekan. Buni tadqiq qilib kelgandan keyin biroz hozirgi geostrategik masalaga qarashga to'g'ri keldi. Qaragan vaqtimizda bu Farg'ona vodiysidan qarasangiz Turkiyaga kelguncha buning ikki tarafida bir tarafida Farsi tilida so'zlashadigan Tojikiston, shundoq Afg'oniston va Iran. Bu tarafda Türkiye tilida so'zlashadigan va Türkiye. Farsi tilida so'zlashadiganlarning ichida eng kuchli bo'lgani Iran. Ama İran Şii bo'lganligi uchun buningki Afg'oniston va yoki Tojikiston boshqa yerdagi ta'sirlari Turkiyaningidek emas ekan. Turkiyaning Türkiye davlatlaridagi ta'siri bak yuqori. Hem dini, hem mezhep, hem medeniyet, hem tarix, hem til tarafdan. Undaqken bu Xitoy bu tarafdagi ikki davlatni nishon qildi. Biriga İranni, biriga Turkiyani. Agar Turkiya bilan diginni qila olsa, Turkiya Xitoyning degan yerga kelsa, Xitoy bilan ishbirligi qila olsa, bu g'arb dunyosi Xitoyni to'xtatmaydi deb qarayman. Xitoyni to'xtatmaydi deb qarayman. Chunki bu Xitoy bu Türk musulmon dunyosiga ham tahdid emas, butun dunyoga tahdid. Biz yaqinda bir nimaga berib keldik, Zagrebga yaqin Sirbiston deymiz. Sirbiyada Xitoyning qanchalik ta'siri bo'lganligi ko'rindi. Ko'chadagi kameralar ve çarlavatkan Xitoy Sirp saqchilari bu halde Avrupa'da bo'layotgan bir işte. Eğer Türkiye bu Xitoyninki digini kip qalsa, bu meseleninki bir egri bo'lganligini deb kelyapman ve bu bizga nimani beryapti deseniz biz nurg'un diplomatlar bilan uchrashyapmiz ve ba'zi diplomatlarga ma'lumot berish yig'inlari, suhbat berish yig'inlari echilyapti, bo'ladi. Davomli deb kelgan bir nimamiz bu Xitoyga qarshi turishda o'zinglarningki bayashitinglarni, erkinlikinglarni, demokrasiyalarni, mustaqilliklarni qo'g'dashda Turkiya bilan ittifoqdosh bo'lib Xitoyga taqobil tura olasizlar. Bu Turkiya bilan munosabatinglarni Uyg'ur masalasida yaxshi qilgan vaqtinglarda bu Xitoyga sizlar teng kela olasizlar deb buni so'zlab kelyapmiz. Va o'tgangi safarimizda bu Anqarada o 7 tane Garip devletlerininki, elçilerininki xadimleri bilen bir uçuruşumuz oldu. Şu Avrupa Birliği ve Amerika, Kanada, İngiltere'deki. O aşağıda mı Şarkı Türkistanlıkla, Şarkı Türkistan, Türkiye, Xitay meseleleri oturuğa koyuldu. Koyulduğu vaktimizde mi devamlılık biz bunu tepkili vatimiz. Ve biz şunu işinimiz ki Türkiye hükümetinin, Türkiye devletinin Türk milletinin milli menfaati, Şarkı Türkistan milli menfaati bilen ortak deb qaraymiz. Yani Türkiye bu Şarkı Türkistan davasıga igi chiqib, Şarkı Türkistan'ın tamamen Xitoylashib ketishinin oldini elib, bu Şarkı Türkistan xalqi qutulgan vaqtida bu zodi bu tarafı Türkiye bu O'rta Osiyodagi Türkiye devletleri orqali bu insoniyat qutulib qoldi deb qaraymiz. Bu mening shaxsiy ko'z qarashim va davomli buni takrorlab kelayotgan bir masala. Xo'sh. Ko'p rahmat. Endi shu Uyg'ur kishilik huquq qurilishi bilan Uyg'ur hareket tashkilotininki 2022 yillik Nobel tinchlik mukofotiga nomzod ko'rsatilishi masalasi axborotlarda tilga ilindi. Amerika Avam palatasining bu ikki a'zosi do'stlik guruhining o'rtaq raisi Tom Suazi bilan Christopher Sims ko'rsatgan buni. Bu masalaga qanday qaraysiz? Bu Uyghur Hareketi Teşkilatı'nın 2017 yılı kurulup bu 2022 yılı bu Tinchlik Nobel mükafatıga namzat kılınganlığı ben deyime bütün Şarkı Türkistanlıklar için, Şarkı Türkistan teşkilatları için, Şarkı Türkistanlıklarının bu Xitoyning ta'tir teşviqatiga qarshi qilgan faoliyatlarininki bir e'tirofi deb qarayman. Gerçi bu iki teşkilatni ismi jihatda atagan bo'lsa, bu iki teşkilat Uyg'ur teşkilatları. Bu Uyg'urlarga berilgan bir muhim bir unvon deb qarayman. Meyli bular bu teşkilatlar haqiqiy Nobel tinchlik mukofotiga erishsin, erishmasin. Ammo mushundaq bir olimpik bo'layotgan, shu olimpik echilayotgan, shundaq bir paytlarda bu iki teşkilatninki hozirga qadar qilib kelgan faoliyatlarini nazarda tutib olimpik komitesiga bu iltimaslarını sunup resmi bunu namzat ko'rsatganligi albatta Uyg'urlar uchun bir foydali ish deb qarayman va bu media jihatdan foydali bo'ldi. Chunki hozirga qadar bilganingizda Xitoylarga qarshi nurg'un tashkilotlar, nurg'un kishilar ishlayotdi, qarshi turyotdi. Mayli Tibetliklar bo'lsin, Hong Kongliklar bo'lsin, Xitoy demokratchilari bo'lsin.
Ama Uygurlar bir teşkilat kurup, teşkilat süpütüde hizmet kılıp, tim halinde hizmet kılıp, bundak bir namazatlıkka erişerligini. Bu nime deseniz, Uygurlarının hazırki dünya standart, hazırki dünya ölçümüde iş kılışını bilelaydıgını. Qandaq gapni nadi qilib, qandaq faoliyatlarni qilalaydiganligi, mesajni beralaydiganligi, masalalarni qanday hal qilalaydiganligi, mayli diplomatik jihatda bo'lsin, tashviqot jihatda bo'lsin, media jihatda, siyosiy, iqtisodiy, akademiya har sohada bu ashunga layoqatli bo'ladiganligini isbot deb qarayman. Bu albatta faxrlanarlik bir ish. Bu Uyg'ur harakati tashkilotininki bu tinchlik Nobel tinchlik mukofotiga ko'rganligidan men shaxsan xo'sh. Ayolim Rushan Abbas bununki reisi, biz qurgandan beri to'xtamay, armay talmay ishlab kelyapti. Xo'sh. İnşallah bir xayrga vesile bo'lsa. İnşallah güzel bir natija bilan oxirlasha. Ama şeyde ben ko'rmanlarimizga şu ikki tashkilot Nobel tinchlik mukofotiga nomzod qilib 2022-yilda ko'rsatilishdan yaqindalam İlham To'xta apandimmi bu qayta 2022-yilda Nobel tinchlik mukofotiga nomzod qilib ko'rsatilgan edi bundan burun. Endi tashkilot sifatida ko'rsatildi. Men bugun programmadan burun şu Nobel tinchlik mukofotining o'zining to'rbetiga kirib acaba teşkilat üstüde qanchalik teşkilat hazırgacha ağandı deb men ularni turbetiga kirib qarab baxtım. 1901-yildan boshlab tarqatilishga boshlagan 2021-yilgacha 975 odam va tashkilotga 609 qatim jami mukofot taqsimlandi. Har yil taqsim bilasizlar. Bunaqa bu 5 turda ximiya, fiziologiya yoki meditsina, adabiyot va tinchlik mukofoti. Nobel fizika mukofoti 5 turda taqdirdi. Ular ma'lum bo'lgandek. Şu şekilde cami 943 şahıs, bazı şahıslar 3 qatim ağırlab ekan. Ama 25 tashkilotga beribdim hozirgacha. Agar bu yil bo'lib qolsa, bu ikki tashkilotimiz bo'lib qolsa, 26 tashkilotga berilgan. Inshaalloh xayrli bo'lsa, albatta dunyodagi nihoyat kuchli bir mukofot bo'lamdi. Dinimizdagi media bo'lsin, Uyg'ur masalasini, Sharq Turkiston masalasini texnik kuchli kun tartibga keltirishga nihoyat foydasi bor albatta. Endi mishada abay men keyinga qo'ygan savolim. Bu campaign for Uyghurs, yani Uyg'ur harakati yoki Uyg'ur kishilik huquq qurilishi. Bu masala davomli manimda ancha-muncha bizga media olgandan quloqlarimiz kirib turdi. Sharq Turkiston xalqi u yerning shu zaminning tuproqning egalari bo'lgan Uyg'ur boshda bo'lish bilan boshqa u yerda tarixda birga yashab kelgan Qozoq, Qirg'iz bular bilan birga yashab kelgan xalq. Uyg'ur degan til qolganda nimishqa boshqalar buni ichiga kirmaydi. Faqatlam Sharq Turkiston desanglar hammasi o'z ichiga oldi. Uyg'ur deb faqatlam Uyg'ur zulmga uchrayotgandek buni tilga ilishinglardan rahatsız bo'lganlar va bularga qanday qaraysiz? Biz bilganimizdek bu bazı vaqtida shunday zulm insonni birlashtirdi. Bu da Xitoy kommunist hokimiyati irqiy qirg'inchilikni Uyg'urlarga qildi. Qazaqlar qildi, Qirg'izlar qildi, O'zbeklar qildi, Tojik, Tatar hammasiga qildi. Yani biz bu xalqlar bilan ba'zilar bilan qandosh, ba'zilar bilan dindosh bu coğrafiyada yashab kelgan. Ama bugungi albatta Sharq Turkistonda eng ko'p nüfusga ega bo'lgan va eng ko'p ziyon zahmat uchraganlar Uyg'urlar. Biz bugun masalan men Uyg'urlar degan vaqtimda hech qachon bu O'zbek, Qozoq, Qirg'iz buni saqit bo'lib qoldi deb qaramayman. Chunki bir ko'pchilikning ismi bilan atagan vaqtimizda o qarindoshlarimiz biz bilan birga deb qarayman. O'tganda bilganimizdek bu 2021-yili Uyg'ur sotsiologiyasiga guvohlik bergan bizning Qozoq qarindoshlarimiz. Qanchalarni Qozoq qarindishimiz chiqib Uyg'urlarga yurgizilgan zulmlarni so'zladi. Ko'z yoshlari bilan anglatdi, biz bunga shohid bo'ldik. Bence bu bir nima qiladigan masala emas. Bularning hammasiningki haqqini, huquqini bilish kerak deb qarayman. Biz bu zulmga biz uchradik Uyg'urlar, Qozoq, Qirg'iz, Tojik bilan uchradi. Uchraganlarning hammasi bizning qarindoshlarimiz. Biz shu tuproqning, shu zaminning egalari, sohiblari, asrlarcha bir-biriga yashab kelgan xalqlar. Buni men shunda deb qarayman. Bu masala
bazen çıkıdı, bazen toxtab kalıdı ama Şarkı Türkistan, Uygur, Müslüman bu meseleler üçü de benim için bir-biri bilen mücessemleşip ketken bir mesele dep qarayım. Hoş. Hoş, hem Türkiye'deki faaliyetinlerden keyin siz bilen Roşan Abbas hanım şu Gollandiya, Belgiya, Kroatiya, Çexiya, Katarlık, Slovakiya, Katarlık devletlerde faaliyeti bulduğunlarında. Bu şu ziyaretler hakkında veriniz. Birinci bu Garipteki faaliyetle, siyasi faaliyetle deyimiz bazı gün tertip tuturdu, bazı biraz dinahıp kaldı, asılap kaldı. Bulup mu hazır bütün dünya bu Rusya, Ukrayna bu kriz ile meşgul buluvatıdı. Ama Xitay tehdidinin hiç etkeni yok. Biz bu fırsatlardan faydalanıp bazı bu Amerika'nınki, bu Amerika elçixanalarınınki sahip kallığı da. Amerika elçixanaları sahip kallığı vaxtında xəli köp insanlar kelidi, parlamentolar kelidi, insanlar hakları, Müslüman, Yahudi, Hristiyanlar bile kelidi. Ular bilen oturup paranlaşıp Şarkı Türkistan meselesini takımı anlatış prosesine giriştik. Hollandiyada olsun, Belgiyada Avrupa Parlamentosunun azaları bilen köreştik ve ular bilen kelgüsü kılıdığan bazı plan programlarımızı değişip aldık ve bunun keyin bu Şarkı Türkistan meselesi de devamlı uçurap durduğun bir meselemiz bu. Mülteciler meselesi ya ki Xitayga qaytarib o'tishga tahdidga kelayotgan insonlar bo'ladi. Bu bizning beshimizning bundan keyin texmi og'irdi deb qarayman. Bu masalalarni qanday qilib hal qilish, buni qanday to'xtatish, bu masalalarni so'zlashib keldik. Ondan keyin markaziy Avrupa davlatlarida ziyoratimiz bo'ldi. Kroatiyada, Hırvatistan, Zagreb bordik, Çexiya, Prag'larda bo'ldik, Slovakiya, Bratislava shaharlarida bo'ldik. Bu merkezi Avrupa'daki insanlarını kazanış biz için pek mühim de qarayımız. Çünkü bu merkezi Avrupa'daki insanlar iki zulümdeki kurbanları boğan. Biri Nazi Germaniyanınki işgaliyetede qalğan ve nurgulları iade öldürülgen, solanğan ve ziyan zahmet kuşturğan. Bu Nazi'nin qandalığını tarihlerden tatip biladigan bir xalq ve yeni biri komünizmden kurbanı boğan. Bu komünizmninki backsat tarafını yaşamagan bolsa mı komünizmnin qandaq bir rezil bir sistem ekanligini kögen ve bula Katolik bulup bula bir dindar kısımken bularni qazanış, bular Şarkı Türkistan meselesini anlatış nayte mühim deb qaradık ve bir yerde biz meyli parlamento azaları bilen bolsun ve bu devletlerninki rehberleri bilen bolsun, insan hakları kuruluşları, akıl ambarları ve dini zatları bilen uçraştık. Mesela Prag'da Arts Bishop dep kardinalınki yenideki şu çoğunları bilen köreştik. Ulanınki diniğe nispeten, mesela ulanın etiqatıga nispeten bala ağızış en çok cinayetken. Şarkı Türkistan'da buluvatkan, bu ballağı eline vatkan zulümlerini, kırgınçılıklarını anlatsak yığılak gitti. Bular mı özlerininki dini muasseselerine paydalanıp halkı bu meseleyi anlatış nemelerini beri vatıdı ve biz kelgüsü de inşallah bu azır kadar faaliyetlerimizde Uygurlar mevcut boğan devletlerde aktif faaliyet yapmadık. Hem de Uygurlar mevcut boğmagan durgun devletler var. Biz bu devletlerini devletlerine berişimiz, alaka orduşimiz ve o devletlerde taraftarlarını toplap, yerlik halklarını toplap bu meseleye, Şarkı Türkistan meselesine köngül bölüş için bularını yetekleşimiz gerek. Ben Germaniye'de 19 yıllık yaşadım. Germaniye'de Tibet'ni kollaş grupusu var. Bularının ben öz vaxtıda bilginimde 120 bin tane azası battı. Bu azaların köp kısmı doktorlar, injinerler, jurnalistler, advokatlar ve üniversitedeki yerlik, üniversitedeki muallimleri. Bunlar her ayda bedel pul ötüleydi qaran. Bu grupa azab olganlar ve bu Tibet inisiyatif dep koydu. Bu gruplarınki şehirlerde binaları var. O binalarda Tibetlikler için işe iniş için ularınki hizmetçininki qanday işini qılalaydı. Onunki nimesi var? Talebi var. Şunu düşken adamlarını işe aldı. Bular özünün pulu bilen özleri Tibet meselesini sözlep kelgenlik için siz Avrupa'nın ya ki Amerika'nın dünyanın Kayseri'ye verip Tibet deseniz Tibet'ten bir kellikini biledi. Hem biz Şarkı Türkistan meselesi deyimiz tüpeden üstüge karab kelivatimiz. Çünkü
deymiz asas qatlamdagi xalq, asas qatlamdagi muassasalar, o'qituvchilar, o'quvchilar, ishchilar uyushmasi, jurnalistlar, shunaqo diniy zotlar va inson haqlari xizmatchilaridan tortib bularga biz siyosatchilardan, parlamentodan, hukumatning nimasidan yadi bilinyapmiz, taxim yadi bilinmayapmiz. Bu biz biyadagi ishimizni mustahkam qilishimiz kerakki, bu ikkisi bir-birini mustahkam qilsin. Chunki siyosatda qarang, parlament a'zolari saylan bo'ladi demokratik mamlakatlarda. Amerikada kongressda 2 yilda bir saylan bo'ldi. Senat uchun 6 yilda bir saylan bo'ldi. Almashib turadi. Va bularningki davomli o'zi bilan emas, ularning yanada ishlaydigan ishchilari bilan, xizmatchilari bilan aloqa qilish, ular almashib turadi. To'xtamay yengilab turadigan bir munosabatchi bu nima kelgan vaqtida. Va bir de nima deymiz, alt tabaqada, asas qatlamda sizning ta'siringiz bo'lsa, uchunki ashada saylaydi. Ashalarga berib parlament a'zolaridan uni savol solgan vaqtida buning ta'siri bo'ladi. Biz buni ko'z tutgan asosda biz Uyg'ur harakati, Uyg'ur tadqiqot markazininki eng qo'ldan keladigan ish lobbichilik, eshiklarni ochish, aloqalarni o'rnatish va biz buni butun Sharqiy Turkiston tashkilotlariga ochamiz. Ularning ishlarini osonlashtiramiz. Asos xizmatlarni ular qiladi deb qaraymiz. Bu shaklda xizmatlarimiz davom qiladi. Xo'sh, xo'sh. Endi hammamizga ma'lum bo'lgandek, shu yaqinqi bo'lib shu lager masalasi kun tartibga xalqaro axborotlarda jiddiy shaklda kun tartibga kelgandan keyin G'arb dunyosi Amerika boshda bo'lish bilan birga Xitoyning nurg'un shirkatlariga, Xitoyning bu jinoyatlarni bevosita ishlayotganlarga nurg'un jazolarni xilma-xil yurgizdi ularni shu qor tizimdagi tiqdi degandek. Oxirida shu Cumhuriyetchi Mike Rogersning boshchiligida Xitoy Kompartiyasiga umumyuzlik jazo yurgitish qonun loyihasi plani sunilgan bo'ldi hamda. Demak, bu qanday ilgirlayotdi. Bu bo'lsa Xi Jinpingdan boshlab hammasi kirdi bunga. Amerikada navbatda bu va bunga o'xshash qanday qonun loyihalari qaysi bosqichda turibdi? Kelgusini qanday ko'ryapsiz? O'sha vaqtda. Amerikada albatta Xitoyningki Amerikaga tahdid bo'lganligini ishongan va buning bir xatar bo'lganligini biladigan bir guruhlar bor. Ama Xitoy bilanmi biz muomala qilib Xi Jinping davrini o'tkazib olmaymiz. Ondan keyingi davrda biz Xitoy bunda bo'lmaydi deydigan bir guruhimiz bor. Va Xitoy bilan biz bu dunyodagi masalalarni tang paylaşaylı deydigan bir guruhi bor. Ya'ni Amerikaning hammasi Xitoyga qarshi deydigan bir nima yo'q. Bu senatorlarningki bu şekildeki Komünist Partisi'ni cezalaş ve Komünist Partisi'ninki elip beriyotgan faaliyetlerini kanuni cihetini qilish için kanun layihasini oturup koyuşları elbette faydalı işler. Ötkende biz bir 10 tane kongres azalarınınki komünizm kabahat kanunu deydigan bir kanunni layihani oturup koygan vaqtida birigi bulduk. Bunun da bular bir tədqiqat elib beribdi. Amerikadaki yaşlarının 3'ten biri komünizmli yaş sistem deydik. Yani bu oylap bakın 100 kişinin 30'u yaxşı deydik. Amerikada durup. Demek bu Xitoy bularni mı aldap ketken ve bularning bu oturup koygan layihasi bütün Amerika mektepleri de eğer bu kanun ötep kalsa komünizmning insoniyatga olib kelgan ziyonlarini anlatış. Mesela Xitoy Komünist Partiyasi az deganda 70 milyon insonni o'ldirdi. Shunaqa Sovet Komünist Partiyasining o'ldirgan Gulag bu degan sallah. Yani insoniyatga eng chong vaba, nurg'unligan so'qqashtirdimijik insonlarni vayron qilgan bu sistemning tarixini o'quvchilarga anglatish, tushundirish, bilimli qilish bu narsalar bo'lyotdi. Albatta Amerikada bu Xitoyga taqobil turish uchun kurash qilayotgan va buningki kundan kuni qilayotgan aggression deymiz, aramzarlik deymiz, bu siyosatlarni o'tirg'a qo'yayotgan iqlimlarmi bor. Ammo Amerikaningki cho'ng shirkatlaridan Xitoy bilan yaqinda mablag' silib hamkorlashayotganlarim bor. Masalan, bu Tesla degan kichik bir shirkat emas. Tesla degan mayli bu elektronlik mashina chiqarsin yoki Amerikaningki uzay nimaları bo'lsin programlarını qilayotgan bir şirket. Bu şirketninki Ürümçide bir dükkan etişi. Yoki Hilton'dek cho'ng bir otelninki
Xotemdeki bir mescid yıkılıp ketken yerge bir otel silişiga. Ona asıl ihtiyacım yok ona. Oldu sanmayman dep diyemezlik cesaret kılanmaslık. Coca-Cola bolsun, Airbnb bolsun bu şirketlerinki Amerika'nı toxtumay tanqidlaydigan ama Xitoyga kelsa tiliga bir narsa chaplashib qolgandek gap qilinmaydigan bu holatları bu biraz oynashadigan ishlar. Şuna biz bu nimada alaqa o'zimiz dünya vaziyatini obdan bilishimiz kerak. Bilgan vaqtimizda qaysi ishning qandaligini, qanday tadbir ala oladiganligimizni bilalaymiz deb qarayman. Umid qilamanki bu Xitoy dünya erkinlik üçün, insaniyet üçün, ahlak üçün, din üçün ve iktisat üçün bir tehlike. Bu çoğun şirketler mi üzünü asıdığan ağamçını Xitay'a setip bir vatıda hazır. Ulanın mı pokunu bir günüsü buna oturuşunu mu kılıdı ve tecrübe oturdu ki bununki misallarına ait onurgun köp. Ve biz Uygurlar düşken mesela ben sizge devamlılık dep geldim, buranın programlarına dep geldim. Biz Uygurlar milyonluğun şehitlerini bir iş arkalık. Bu Xitay'ın aldam haltısına arkadan düş arkalık öğrengen bir tecrübemiz var. Aldamagan. Bu Xitay'ın kançılık ilimikir. Kandak iş kıldığan, kandak oylaydıgan, kandak tefekkür kıldığan, kandak bu insaniyetke ziyan berdiganlığını biz bileleyimiz. Bu tecrübemizde biz toxtumasdan dünya bilen paylaşışımız gerek. Ular bilen ortaklaşışımız gerek. Ve biz başkalarına bu Şarkı Türkistan'da buluvatkan meselesini anlattığı vaktimizde biz sana özümüzgüler biz sana yardım kılma, biz mi sana yardım kılaylı. Sen erkinlikini yokatma, insanlıkını yokatma, ademilikini yokatma. Sen bir nimede Amerika'da bir söz var, akbarat erkinliği, sözleş erkinliği de. Bu sözleş erkinliği Xitay kelgen vaqtda to'xtab qolyotydi. Nimaga to'xtab qolyapsa? Bugun kunda sen to'xtab qolsang, 10 yildan keyin haling nima bo'ladi? Buni eslatishimiz kerak. Eslatgan vaqtimizda bu Xitoy kommunist hokimiyatining butun insoniyatga bir xatar ekanligini biladi. Bilgandan keyin uning tadbirini oldi deb qarayman. Xo'sh. Ko'pdan ko'p rahmat. Endi oxirida bundan keyingi xizmatlar haqida ishga qilib tugatgan bo'lsak. Elbette biz bütün Şarkı Türkistan teşkilatları, ben işinimen, rehberleri, heyetleri, kolluğucuları hemmesi bu meselenin ciddi qarab bunun için qanday iş qilamiz. Bu ötken yılı Uygur sotkologyası oldu. Bir qanchalagan devletlerinin parlamentolarda irqiy qirg'inchilik qarorlari chiqdi. O devreden bu olimpik için bo'lgan arlıqda bu olimpikka qarshi biz bu propaganda mashinini qanday ishlatamiz deb hammamiz mashg'ul bo'ldik. Hozir olimpik tugash oldida turibdi. Bu olimpik tugagandan keyin bu Xitoy qanday siyosat tutadi? Qanday bir nima bilan o'tirib chiqadi? Buni bir mo'ljallanishimiz kerak, taxmin qila olishimiz kerak. Sharqiy Turkistonliklar bo'lish sifatimiz bilan va uningga qara xizmat plan programlarimizni belgilab ba'zi o'tirib qo'yadigan planlarimiz var, o'tirib qo'ymaydigan programlarimiz var. Shu shaklda yapmanishimiz kerak va bundan keyin bu hozir qadar qilib kelgan ishimizni necha qat oshirishimiz kerak. Bu yetmeydi. Yani biz özümüz davatımız dünya bildi, garip bildi, Uygurların nima qilgan narsani bildi. Uni biz bilyapmiz. Dunyoning tig'i bilib ketgani yo'q. Siz ko'chaga chiqib garipliklarda, hatto Turkiyadami 100 odamdan so'rasangiz qanchasi Sharqiy Turkistonda bo'lgan so'limni biladi, qanchasi bilmaydi. Aşı insanlar bilgan vaqtida dunyo bildi desak bo'ldi. Hech bo'lmasa 51% bilgan vaqtida dunyo bildi desak bo'ldi. Hozir köp insanlar bilmeydi bu meselenin, Uygur meselesini bilmeydi. Bir Uygurlar bakken, bir Müslümanlar bakken o kalı tuttu. Ne yapacağım? Ama Uygur diyen nime? Kanda edem, kanda kişi, kanda medeniyet, kanda til, kanda oturdu, kanda mağdu. Bunu biz bildirişimiz gerek. Bu bizdenki vazifemiz de hep qarayma. İnşallah teşkilatlarımız mı bu işte planları, programları buluvatıdı. Xudayim buyursa Allah nasip kılsa inşallah halkımız bilen birge buluş için ve sizler bilen sohbette buluş için, cemaatimiz bilen görüş için köp durumuz. Hizmet icabı kelimiz, seğinip kelimiz, kuş kuvvet ilişkin kelimiz inşallah. Çok görüşüp durumuz. Her zaman kolumuz köksümüzde. Köp rahmet. Dolayısıyla müşahit tüyteyle bir gün inşallah vaktimiz mutoştu. Qadrli ko'rganlarimiz, shuna qilib bu qatimda ochiq suhbat programmamiz bor. Nayt kayıplik bir şekilde oxirlashgan bo'ldi. İnşallah Rabbim ömür bersa yana bir qatimli suhbatda
Başka bir temada görüşkice aman boğayslar. Assalamu alaikum ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.